Latviyada Eko universitetida ham o'qib, ham ishlab rasxodlaringizni qoplayapsizmi? Albatta, qoplayapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oyiga rasxodlaringiz qancha chiqyapti? Rasxodlar 800 atrofida chiqyapti. Bu meniki, lekin hammaniki bunaqa emas. Men biroz ko'proq sarflayman. Dohodim ham shunga yarasha. Bu mani rasxodim, bu biroz ko'proq hammadan ko'ra. Men biroz ko'proq sarf qilaman. Boshqalarniki esa har xil shu 500, 600 maksimum chiqadi. Ish topishda qaysi til Latviyada ko'proq rol o'ynadi sizga? Menda birinchidan to'g'risi, xo'j rus tilini bular yaxshi ko'rmasa ham, lekin menda rus tili juda ham yaxshi rol ijro qildi. Keyin ingliz tili. Uchinchisi shu latviy tilidan biroz bilaman. Assalomu alaykumni. O'sha. Latviyada Ekoda ham o'qib, ham ishlab, oxirgi semestrni nechiga yopdingiz? Semestrimni ham o'qib, ham ishlab, o'pishi shu 6, 7, 8 baholarga yopdim. Bitta fail bo'ldim 5 ta fandan. Latviyaga kelib, nima sohada ishlayapsiz? Latviyaga kelib, men hunarim bor. Hammaga savet qilaman shu hunar o'rganib keyin kelishni. Men sartaroshman, ya barber. Ishlayman barber shopda, o'zbeklarga soch olishga, uylarga borib turaman. Shu dohod shundan keladi.